Ovsinjon, men hovlilarni supurgunimcha erim olib kelgan pilisos bilan uylarni pilisos qilib chiqing. Hozir. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. Ha, olsin. Erim olib kelgan Wi-Fi'ga ulanib olib, madaniy hordiq chiqaryapsizmi? Ay, biram bilag'ansiz. Yaxshim olib kelibdilar-ya. Yana ersiz qoldi-ya bechora bu. Yaxshiyam erim shu svetga pul to'labdi-da, bo'lmasa televizor ko'ra olmay o'tirardi. Voy, shu eringizni pullari ko'paysin. Mazza, salqin, shabboda. Ha, olsin. Erim o'rnatgan konteynerda muzdek o'tish necha pul bo'lyapti? Voy, rahmat aytib qo'yarsiz. Qo'shni, bizdan ketman oluvdinglar, nima bo'ldi? Olsin, siz eringiz olganini turib chiqib bersinlar. Mani erimni pamyati 128 gigabayt olsa esingizda turardi. Sizni eringiz olgansiz yo'q. Har holda bizga ketmon kerak emas, sizga kerak bo'ladi. Olib chiqib beringlar ketmon. Erim olib kelgan quruq choyda choy damlab yuboring. Erim olib kelgan choynakka damlayman-da. Voy, hada. Ha, olsin, mani erim qurib qo'ygan uyda yashash mazza bo'lyaptimi? Xavotir olmang, mani erim Iskandar Buildingdan yangi uy olib berdilar. Yaqinda ko'chib chiqib ketamiz. Ikkinchidan, bu uyni mani erim qurgan. Hech ham de mani erim qurib qo'y. Assalomu alaykum ajon. Bu uyni mani o'g'illarim bizning o'g'illarimiz qurib bergan, xo'pmi? Ikkala ikki val jirtir qilasanlar, qo'shi to'g'lab qo'yib, uy topib qolasanlar. Bizni ketma. Bu hali beri tugamaydi, bular urush.